أشهد أن لا إله إلا الله. Xotinni tepish harom. Xotinni mushlab urish harom. Xotinni yuzga shapati qilib urish harom. Shunday qilgan odam shar'an gunohkor bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislarida xotinlaringizni qulni urganday kaltaklab urmanglar. Kunning ikkinchi yarmida u bilan yotishingiz ham bor, yotishni xohlab qolganingiz ham bor deganlar. Ya'ni uning ko'ziga qanday qaraysiz keyin? Erta abidgacha tepkiladingiz, abiddan keyin quchog'ingizni olmoqchi bo'lsangiz, uning ko'ziga qanday qaraysiz? Hayo bo'ladimi? Yoki vijdon hayo bormi? Mana shunday ma'noda. أشهد أن لا إله إلا الله. Xotinni tepish harom. Xotinni mushlab urish harom. Xotinni yuzga shapati qilib urish harom. Shunday qilgan odam shar'an gunohkor bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislarida xotinlaringizni qulni urganday kaltaklab urmanglar. Kunning ikkinchi yarmida u bilan yotishingiz ham bor, yotishni xohlab qolganingiz ham bor deganlar. Ya'ni uning ko'ziga qanday qaraysiz keyin? Erta abidgacha tepkiladingiz, abiddan keyin quchog'ingizni olmoqchi bo'lsangiz, uning ko'ziga qanday qaraysiz? Hayo bo'ladimi? Yoki vijdon hayo bormi? Mana shunday ma'noda. Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate. Piuí.